Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Alaykum assalom. Hozirda Tabobat assotsiatsiyasi a'zosiman. Undan tashqari Shifo hayot tabiiy malhamlari oilaviy korxonaning direktoriman. Aha. Hozirgi qilingan ixtiro bu Sog'liqni saqlash vazirligida ruxsatnomasidan o'tgan. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Qanday ixtiro u? Bu hozirda zamonaviy meditsinada bir xil standart olingan. Toki O'zbekiston Respublikasi, Yevropa standartini olasizmi, xalqaro standartni olasizmi? Kuygan tanaga kelinganda birinchi pufaklar kesiladi va mas qo'yiladi. Meditsina tomonidan davolangan bemorlar rasmlarigacha olganmiz, chandiq iz bilan qoladi va davolanish jarayoni ularda og'riqli kechadi. Sababi o'sha bint o'ralgandan keyin olingan bintlar o'z-o'zi teriga yopishadi. Shu natijada teri tortishadi. Sizni faoliyatingizda-chi? Unaqa narsa yo'q. Bizda kelinadi, faqat o'sha pufaklari kesiladi-da, mana shu tabiiy giyoh, bezarar giyoh 3 soat davomida teriga oddiy paxta bilan uy sharoitida bemalol qilsa bo'ladi. 30%, 50% gacha. Agar bolnitsalar bilan birga ishlansa, sababi ularni reanimatologi, anesteziologi borda, o'sha holatda ishlasa 80-90% bemorni olib qolishi mumkin. Bu innovatsiyada yangi standartni olib qarasa, Sog'liqni saqlash vazirligi uchun. Faoliyatni boshlash uchun kimgadir shogird tushganmisiz yoki Biz oilaviy vrachmiz, nimada bobomlar glavvrach bo'lib o'tishgan, momomlar glavvrach bo'lib o'tishgan, onamlar vrachlar. Bu narsani ustida shogird emas, bu etapma-etap kelayotgan narsa. Da, meros bo'lib kelinayotgan narsa. Qonuniylashtirdim. Yaqinda nasib bo'lsa patent bo'ladi. Patent bo'lgandan keyin Sog'liqni saqlash vazirligiga taklif bo'ladi. Qabul qilsa, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligiga birga ishlanadi. Qaysi turdagi bemorlar sizga murojaat qilishi mumkin? Bizda kuyish bir hafta ichida kelinsa shramsiz davolanadi. Ikkinchisi sahr, bitmaydigan yaralar amputatsiyasi qilingandan keyin, gangrena emas. Gangrena olingandan keyin o'sha barmoqmi, qayerdir gangrena bo'lsa, uje uni davolab bo'lmaydi. Men buni men kuchim yetmaydi, balki qayerdadir davolanishi mumkin, men buni bilmayman. Lekin tozalangandan keyin yara bitmasligi bor. Amputatsiya ketaveradi. O'sha yarani bitkazish xususiyatiga ega. Regeneratsiyasini bemalol qilib bera oladi. Mana shu rasm o'tgan yili o'sha rivojlangan tibbiyotdan qolingan iz. 24 kun ichida yarani o'zi tushib ketishi, hech qanaqa terish nimasiz. O'sha qoragan holatda. Bu 90% kuyishgacha izsiz davolashi mumkin. Kuyishda ham kuyish bor. Misol uchun siz gapingizda jon bor, to'g'ri narsangiz yaxshidir, lecheniya qilayotgandursiz. Prosta siz hozir doktorlarning ishini ko'rsatyapsiz, kontraktura hosil bo'lgan. Bu 4-daraja kuyish, ya'ni go'shtlari ham kuyib ketgan, uje sustavgacha ham borilgan holatni ko'rsatyapsiz va terini yuqori qismi kuyganini mana biz lecheniya qildik deb ko'rsatyapsiz. O'shaning uchun to'g'ri gapiring-da, o'shanda to'g'riroq chiqadi. Agar sizni aqlingiz yetsa, oling shu 4-darajani, ikkita bemorni qo'ying. Ishongan chet elni preparatini qo'ying, ishongan o'sha sohaning mutaxassisini qo'ying va bitkazishni xohlasangiz katta ekranda qo'ying. Men sizga qilib beraman bu ishni. Bu muammosi yo'q. Men aytayotganim, bu qo'limdagi materialim sizni qoniqtirmayotgan bo'lishi mumkin. Qoniqishni istasangiz nomerim bor, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Agarda haqiqatan gapingiz rost bo'lib, haqiqatan bu mana shunaqa davo beradigan zo'r narsa bo'lsa, bu siz nima deydi, ilmiy ish qilishingiz kerak va butun dunyoga bu narsani e'lon qilishingiz kerak. Uning uchun sizga maslahatim, kompostologiyaga borasiz, bu bemor bilan gaplashasizda, tekinga doringizni berasiz va bir qismini kuygan joyini lecheniya qilib bersangiz, o'shaning rezultatiga qarab siz ilmiy ish qilsangiz bo'ladi. Tushunarli. Menimcha hamma o'zi uchun demak savollarga javob ola oldi.